İkinci bölüm. Aprelning oxiri. Majnutallar əmdil kökərgən. Xuanxe dəryasının o qeydədiki beytaşan teğinin qaqas qaptallarında alı-bulu yeşillik payda bolğan bir күні bizning to'yimiz bo'ldi. Güzel ay aprelning o'ttirsidila qaytib kelgan. Qiynatam bilan qiynanam kichik balasini ilib 21 aprel kuni yetib kelgan edi. To'y kuni biz 5-qavatdagi zalda meydimizga gul taqib, yangicha odatlarni tugatdik. Yoshlar gormon va jer bilan bizni o'tirg'i ilishib, alohida tayyorlangan oshxonaga akilishdi. Mening o'ng qo'lim bo'rtma yog'liqda yuzini yepib olgan, uzun oq ipak ko'ylak, atran kostyum kiyib olgan Güzelayning sol belgidan qo'ltiqlagan. Sol qo'lim bo'lsa, men o'xshashla atran kostyum burolka, ko'k ko'ylak kiyib, qora ko'k sus yo'lliq galstuk taqagan raqibning qo'ltiqida edi. Men o'zimni cheksiz rohatda, cheksiz baxtli his qilatdim. Yuragimning torlarini titratguchi jer yangramoqda. Qoshning qora, qoshing qora, qoshingdan ko'zing qora, kirpigingdan nurlar tama, so'ysam yuragim qana. Güzelayni qo'ltiqlab ketayotgan qizning inchika, suzuk ovozi xuddi meni tabriklayotgan Madiya kuyidek yaqinlik anglatdi. Nikahdan keyin Güzelayning 40 yosh o'pchirsidagi chiroyli opisi mening ondan qizning peshonasiga so'ydida shakarabqa chilingan nondan yegizdi. Bizning otimiz ko'tmak burut, qonşarliq, yeshi 60 ga yaqinlab qolgan bo'lsa-mu, yuziga qo'ruq tushmagan, chosh burutiga oq kirmagan ikki mag'zi qip-qizil odam edi. U qizil levini orlab yemirib qo'yib, yonchuq soatini o'ynab o'tirardi. "Qani, Yahyaxon aka", dedi raqib o'rinlarga joylashgan ko'pchilikka g'ulichini ichib turib, "Bolalarning baxti uchun bir duo bering." Otimiz kulib qo'yib, beshini lingshtida, "Bo'ldi, qolgani yangicha bo'laversin", dedi. Avval xamsay bilan haraq tortildi. Ondan keyin leganlarda go'sht besilgan pul kirdi. Birdamdan keyin qizigan yoshlar tansiga tushdi. Bizni kech soat 9larda hujrimizga, ya'ni mening yotqimga ko'chirib olib kelishdi. U yerdami ichish, har xil odatlar, masalan, yog'liq yeshtirish, olma yegizish, hatto go'rki o'yinlarim bo'ldi. Bizni rosa charchatgandan keyin ko'pchilik chiqib ketishdi. Men shu chaqdala Güzelayning baxtlik va ansiz uyatchan ko'ziga tikilib qaradim. Mana endi bizning uyimiz bor, qarag'ina. Sanlab ketganini satlashib, dedi qiz ikki kishilik karvat ustiga yangi tikilgan ko'rpalar bilan mamuq yostiqlarni tashlab etib, "Sizdan umr bo'yi sizlashayli." "Ma'qul jinim. Qani mavu galstukni o'z qo'lingiz bilan yeshib qo'ying amsa." U qizardi va sus titrab turgan barmoqlarini enkimga bilinar-bilinmas tekkizib, galstukni yeyishga boshladi. Men uning yeyishib bo'lishini kutmayla nozik beldan qo'rib tutib quchoqladim. "Undaq qilmang, qo'rqman, yig'lab etaman." Chiroq o'chirildi. 5 minutdan keyin u rostila o'pkidab yig'ladi. Lekin bu yig'i menga cheksiz va unutilg'usiz xushallik baxshatdi. Atiganligi odatim bo'yicha sahar turib ketdim. Mana shu chaqda men o'z hujramga ko'z yugurdim. Hujra ichida qo'sh kishilik yog'och karvat va komissiyon do'konidan setib olgan naqshlik sim karvat. Har ikki karvatning beshiga birdan gilam tortilgan. Chaqqan aynaklik ishkapning udulda bir jup sopa, ustal, to'mpishka ustida har xil chiniqacha, haykallar, lo'nqilarda gullar, deriza, eshiklarda duxova va to'r pardalar paydo bo'lgan. Qo'sh kishilik karvatga selingan ipak ko'rpalar ustida qoplama kirligiga gullar chekilgan duxova tashliq yotqanni yerim yepinib, qapqara chochlarini bir jup mamuq yostiqning qizil gullar, yeshil yaproqlar kashta qilingan oppoq qoplari ustiga yeyib Güzelay uxlayotdi. Uning go'zal yuzining qini qochgan, uzun kirpiklari yuyib qo'ygandek yaltirab turardi. Men uning ikki yoqqa tashlangan oltin uzuklar selingan qo'llaridan asta yenikini so'ydimda, hayot menga ata qilgan bu baxtdan lazzatlanib, o'zimcha kulimsiradim va o'z-o'zimga, bularning hammasi meningki, men endi umrvoyat xotirjamman, to'sqinsiz ilgirlayalayman. 5 yilda yezib tugatishga planlagan maqollarimni 3 yilda tugataman. Rahmat Güzelay,
Mening hayotimga yangi ma'no, yangi burilish va yangicha rang bergan güzelim. Sana rahmat deb pichirladim va ustal tartmasidan 3 kundan beri o'qilmay turayotgan kitobimni qo'limga oldimda hammani unutdim. Lekin to'yimiz bo'lib bir oydan keyin men hayotimda baxt bilan billa falokatning uyimga kirganligini bildim. Bu falokat mening ko'ngillik turmushim bilan kitoblarim o'tirsidagi ziddiyat edi. Kitoblarim mening eng ko'ngillik aziz boyliqlarim. Güzel uy yasgan kunila kitoblarimni bir yog'i sanduqqa qalayimqan tashlab, ustini pokiz qog'ozlar bilan pechatlab zalga chiqib qo'yibdi. Kitob, karta va qo'lyozmalarimiz bir oyni o'tkazish menga azobliq, zerikishlik bo'ldi. Men bir kuni sanduqqa selingan pechatni buzdimda, uy jihozlari qatoridan chiqarib etilgan kitob shkafimni uyga akirib, kitoblarimni burunqi tartibi bilan tizib chiqdim. Bu ishga to'liq yarim kun vaqt ketdi. Tushda Güzelay qaqaqlab kulguncha kirib keldi-da, osqidan parliqini elib etib, "Say axladingizmi? Nima qilyaptingiz uyni?" dedi. U to'yimizdan keyin tunji qatim xafa bo'ldi. Dadamlarni yo'lga soldik. Endi ishlamasam bo'lmas, deb kuldim uningga qarab. Qildigan ishim chiqimdan to'la. Siz kitob o'qing, men enkimni tutib sizga qarab o'ltiray. Menga sizning chiroyingizla emas, gapingiz, naqshingiz lozim. Bilmaydi demsiz, meni uxultib qo'yib, o'g'irliqcha kitob o'qiyapsiz. Atiganligi sahar turib elib, kitirlatib yezyapsiz. Men endi tartib o'rnataman. Soat 10dan qolmay uxlaysiz. Kechasi chiroq yiqishga ruxsat yo'q. Atiganligi men uyg'onmaguncha o'rningizdan turmaysiz. Kunduzlari tushda uxlaysiz. Men kelguncha say axlab, o't yiqib tayyor qilib tursiz. Yakshanba kuni boshqa ish qila olmaysiz. Marksmi yakshanba kuni sirtqa chiqib dam oladi ekan. U erkilab turib, baxtli ko'zlarini xumalashtirib, shu gaplarni dedi-da, ikki qo'lini bo'yniga silib, ko'zimga qaradi. Xafa bo'lyapsiz? Xafa bo'lmagan bo'lsangiz, keling, mavi kitob ishkabini zalga ochib o'taylik. Sizning kitobingizga o'g'ri kelmas. O'rindiqning kayniga yaxshi joylashdi-ku. Ma'quldanga, dedi u nazlanib turib. Qaranga zotila yarashmadi. Uyimizni taraytib etdi. Kelgusida ikki ig'izli uyga ko'chganda men sizga joylashtirib beraman. Ochqayli demsiz, dedim xafaliqimni yo'shira olmay. Rostini aytsam, kitoblarim talada tursa, bolam talada turgandek bo'lib qoldi ekanman. U xafa bo'ldi va ikki qo'lini tiziga qo'yib, karavotda jim o'ltirib oldi. Men kitoblarimni retlash bilan bo'lib ketdim. Bir kamda uning yig'layotganini anglab qoldim-da, uning qo'lini tutib, "Yig'layapsiz? Ma'qul, ochiqsaq ochqayli", dedim. Tamoq ustida uning xo'shal vaqtidan foydalanib hol aytdim. Bir oy bo'ldi. Uyg'onishim yaxshi bo'lmayotdi. Oltin yoruqni 5-oyning oxirigacha qo'ldan chiqarishim lozim edi. Endi 6-oyga qoldi. Hisoblab baqsam, to'y qilamiz deb 700 so'm qarz bo'ptimiz. Bu pulni qalam haqqi bilan uzmasam, nima bilan uzaman? Ikkimizning maoshi tamoqimizga oral yetyotdi. Qalam haqqi, dedi u ishonmay. Siz pul topalamsiz? Bo'ldila, shu qalam haqqingizni kelar yildan boshlab topasiz. Raqibimning pulini to'lamasakmi bo'ladi. U to'y qilib qolsa, loyiqida bir narsa qilib yetarmiz. Qolgan pullarni hozir qistamagandan turib turmamdi. Siz pulni o'ylamang. Planingizni o'zgarting. Bo'ytaq vaqtingizga kashkicha kitob o'qiydiganingizni qo'ying. Bizning uyimizdan kulka, naqshi muzika anglabla turadigan bo'lsin. Rayoni ichib qo'ying, nimami deyalaydim. Mening turmushim, planim o'zgarmoqda. Atiganligi yugurishning o'rniga Güzelayning yenidan ner ketmayman. Chet tili yodlash o'rniga qarz uzishning yo'llarini izlab xiyol suraman. Maqola yozish o'rniga Güzelayning ko'nglini ilish uchun uyni surtaman. Say axlayman, qochqimishlarni yuyman, chilangan kirlarni mo'jiman teg'i. Bu kirlar har kuni chiqib turadi. Tushlik tamoqdan keyin soat 3gacha karvatda yana ig'naymiz. Kashki tamoqqa raqib bilan Odila kirib keladi. Ular har kuni kashni bizninkida o'tkazadi. Raqib go'sht, yog', un maylarni oymasdan to'shib turadi. Har kuni bir budulkani bo'shtimiz. Ondan keyin sayla yoki tansa
Hech bo'lmasa kech soat 10-11largacha parang silishimiz yoki qart o'ynaymiz. Bu kunlar go'zal ay uchun ko'ngillik va lazzatlik, mening uchun bo'lsa zerikishlik va azoblik. Chunki to'pi besib yotgan kitoblarim, chalib etib turgan maqola, kartlarimni ko'rsam, xuddi ziroatda ofat uchirgan dehqondek azoblanaman. Va kunlar mushundoq o'taveradigan bo'lsa, 5 yildan keyin keraksiz odamga aylanaman. Go'zal orzularimni chiroyli oila uchun qurbon qilib etgan arzimas odam bo'lib chiqaman. Yo'q, men turmushimni o'zgarishning yo'lini qilay. Go'zal ayni irodamga bo'ysundiray deb o'ylayman. Tomuz boshlandi. Derisini ichib qo'yib, salkin shamol bilan kirgan serin va atirgullarning puruqidan lazzatinish qandoq yaxshi. Mundaq yoz kechirini talay o'tkazgan edim. U chog'lari hozirgidan rohat edi. Bütün diqqatim bilan kitob o'qiydim yoki maqola yozatdim. Jimjit kechada sirtqa chiqib gullar orasida buyuk orzular uchun bosh qotirib o'yinlatdim. Hayotni qadrlash kerak deb o'yladim, qo'yiq yulduzlarga qarab xiyol surib. Million yillarni nur chechish bilan o'tkazgan yulduzlarmi o'ladi-ku? Men nimidim? Turg'undan pillada qilib ko'tarilib chiqqan samon o'tining xushqullarning umri yo'q. Koinotga, dunyoga selishtirganda shunchalik emasman. Mayli kul bo'la yoki bu dunyoga kechisi yaltirgan fosforlik chirindichilik bo'lsin, nur chechib o'chay. Iznasiz to'piga aynish o'z qadrini bilgan inson uchun poyja. İnsan poyjadan o'zini himoya qilish lozim. Sening himoyaching halol emgak, ta'rim, ulug'vor g'oyaga iroda bog'lab, shu g'oyani hayotingning ma'nisi hisoblab tartuk. Shu chog'da sakratda yotganda qiladigan pushaymoning oz bo'ladi. Mana bu so'zlar meni ruhlantiradi. Men kechini qadrlaydim. Jimjit kechining daraxtlar bilan yashnagan ovozini qinib-qinib ichimga tortib, kelgusi uchun jon pidolik bilan ishlaydim. Hozircha qini u zuhmanlik vujudimdagi eng sap kuch muhabbatga sarf qilinib bo'lganmidi? Nemishqa go'zal ayni uxultib qo'yib o'rnimdan tura olmayman. 2 soat vaqt chiqarib yozma yodgorliklarga izohat yozolmayman. Go'zal ayning oppoq bilaklaridan ehtiyot bilan ajrab chiqdimda, putimning uchi bilan mengib kitoblarimning yeniga keldim. Xuddi Bangchuy davda go'zal ay bilan ko'rishgandek hayajon va muhabbat bilan ularni bir tutib chiqdim. Qo'limga kundalik xotira yozilgan bir daftar tushib qoldi. Men daftarning o'ttirisini ochib, uningdan 2 yil burun yozilgan yolqinliq so'zlarni o'qidim. 1959-yili 9-oyda o'qilib bo'lgan kitoblar, xotira yozilganlari, yozilmaganlari, nuqtaliq o'qiganlari, muhim batlar, maxsus belgilar bilan ko'rsatilgan jadval mening oldimda turibdi. Men jadvalga sinchilab qarab chiqib, o'zimdan rozi bo'ldimda, kundalik xotiramga munilarni iftixorlik bilan yozdim. Kunlarni qanday o'tkazyapsan? Men o'zimni bilim bilan qurollantiryapman. O'qigan kitoblarim keraksiz narsalar emas. 9-oyda 10 kun emgak qildim. Shundoq bo'lsa-mu, o'qigan kitoblarim 8-oydagidan jiq, yozgan xotira, kartlar mujiq. Bugun 9-oyga 24. Bu oyda yana 6-7 kun bor. Mushu surat bilan mansam, o'g'inish planimni muddatdan burun o'rindab bo'laman. Xotirani yepib qo'yib kitoblarimga qaradim. Mening do'stlarim har xil kitoblar o'z o'rinlarida turishadi. Falsafiy, siyosiy kitoblar, tarix va qo'shimcha foydalanadigan kitoblar, adabiy kitoblar ret-reti bilan tizilgan. O'qib bo'lganlarim bir chetda, o'qigan bo'lsam-mu, mazmunni texi o'zlashtirib bo'lmagan kitoblar bir chetda. Gazetlar va jurnallarmi reti bilan qatlaqliq turadi. Xotiralarim bilan kartlarim bo'lsa, maxsus yozilgan kichik sanduqda turadi. O'qib bo'lgan kitoblarim menga qayib, qani meni varaqla, hech bo'lmasa bir bitimni bo'lsa ichib qo'y. Biz sana bilim bergan. Sen bizning varaqlarimizga bilimlarni o'zingga o'zlashtirib bo'lib eding. Biz sana so'g'uq va ortiqcha bo'lib qoldikmi? Bizni tashlab etma. O'rnimizga boshqalarni tizib qo'yishni o'ylayotgansan? Yo'q, unda qilma, devatgandek. O'qilmagan kitoblar bo'lsa, bizga qachon navbat keldi? Oldira yigit, umring bog'liqlik mo'za emas, eriqdagi iqin suv, yoshliqingni qadrla, devatgandek.
Yana bir qancha kitoblarim bo'lsa, bizni o'qiding, lekin o'zlashtirib bo'lolmading. Qurlarimizning ostiga sizib qo'yding, betlarimizga qog'oz parchalarini qistirib qo'yding. Xotirangga ko'chiramsan yoki boshqalarga ko'rsatish uchun shunday qilib yuramsan. Yigit, bizni o'qigandan keyin endi o'zlashtirib ol. Bizmi varaqlanish va sizlanishdan baldıra qutulayli. Bad va qurlardagi bilimlar sening qalbing yoki tiling orqali boshqalarning dillariga qo'yilsin. Aldira, bizni yerim yarda o'qib qo'yib bo'ldi qilma devatgandek. She'r to'plamlari, yilnomlarmi bizni yodlab ol deb cho'qan suran selavatgandek bilinishga boshladi. Kundalik o'rganish va xizmat jadvalimga qaradim. O'rganish va xizmat qilish vaqtim kuniga 10 soat qilib belgilangan. Yerim kechagacha o'ltirgan kunlar, sahar turib olgan kunlar 10 soatning sirtida edi. Ahvol mushundaq tursa, qandoqmi jiddiylikni bo'shashtirg'il bo'lsin, men salomatligimni asrayman, tanrakat qilaman, shaxmat o'ynayman, dutta chalaman, yaxshi ozuqlanaman, boshqa havaslardan o'zimni tortalayman, lekin o'rganish yezish mening hayotim bilan barobar. Salomatlik jon uchun xizmat qiladi, jon bo'lsa g'oya uchun sarf qilinadi. Shuning bilan birdilla g'ayratlandim-da, ustilimga mukchaydim. Mükçeydimde tatlı uxlayotgan güzel aynımı, chiroyli uyimni unutdim. 10 kun shunday o'tdi. Uyqusizlik va uningdan paydo bo'lgan ishtahasizlik meni qattiq judatdi. Terikak, kamsiz bo'lib qoldim. Bir narsa tirik qilsa tayirkiman, lekin güzel ayga to'limi sabr taqat va ehtiyot bilan muomala qilaman. Men xiyol surib o'ltirganda güzel ay kirdi-da, nimancha tatirib ketdingiz deydi. Men qattiq cho'chiyman. Terikman, lekin zo'rg'a kulimsirayman. Mijozim yo'q. Doktor sizning kesat topolmagandig'i yoki birariga. Men chiroy o'zgartiman. U oshiq degandek so'zlarni ichiga yutib o'tdi-da, xafa bo'lib karvatda dim yetib oladi. Men uni kuldirish uchun yarim soat vaqt sarf qilaman. Men 6-oyning oxiriga borganda quruq ustixonda bo'lib qoldim. Lekin uning badliga men obidalarga qisqacha izohat yezib chiqdim va uni tarjima qilishga Leyla verdim. Bugun Güzelay ruhlangan holda kirib keldi-da, doktorning qog'ozini oldimga qo'yib, olqonlar bilan yuzini yuvib oldi. Men uni chin quchoqlab, "Muborak bo'lsin, endi farzandimizga ism tepishimiz kerak" dedim. "O'g'il", dedi u cho'g'da qizargan yuzini kaynimga yoshirib. Shu kuni men Hoshirga xat yozdim. "Salom Hoshir, sana Güzelaydan alaydı salam. U sening bilan ko'rishishni, sana ko'rsatmagan xush chiroyini endi ko'rsatishni orzu qiladi. Bilamsan, u yolg'iz mening suyimlik ayolimla emas, yana 7 oydan keyin yorug' dunyoni nurli ko'zi bilan ko'zlaydigan o'g'limning onasi. Qizlarning go'zalligi ona bo'lganligida." Bu kimning she'ri? Shipachevning she'ridan. Kimning she'ri bilamsan? Men uning ona bo'lganligini bugun bildim. Bunun şərbiga 4 kishilik ziyofat uyushtirman. Ziyofatda sening uchun eng avval qadah ko'tiraman. Chunki sen mening tug'ilg'usi o'g'lim uchun hammadanmi qaltis xo'shal bo'lasan. Rostmi? Güzel ayni burjuy devermegin. U hozir bir uyni peqirtib tutyotidi. Demak, emgakchi. Qolganini oqshomliq yezing, dedi Güzelay bo'ynimga kayni tarpimdan gira silib va ko'kragini beshimga qo'yib turib. "Yuring, birga cho'chiri tugimiz. Biz bo'ji go'shtlardan qilingan qiymini chimdib elib cho'chiri tugib etib, kelgusi turmushimiz to'g'risida qizg'in parang tushib ketdik. Kechki 4 kishilik ziyofatimiz ko'ngilli o'tdi. Raqib bugun odatdagidan ko'p ishdi va mas bo'lib qoldi. U hadisalar Güzelayni tansiq tortishga boshladi. Men 2 rum kichib ojizlashgan badnimni zaharlab olg'ashqa, uning bu qiliqiga g'azablandim-da, Odilaga pichirlab, "Bir amal qilib buni ilib keting, mening mengam o'rlab ketyotidi" dedim. Lekin Odilaning qaytish to'g'risidagi taklifini raqib qo'pollik bilan rad qildi-da, menga qarab, "Sen endi meni qo'g'laydigan bo'lding. Men sana yaxshi bo'la olmadim, lekin men o'zimni mushu uyning bir a'zosi hisoblayman. Rasmi Güzelay, ayting, insof bilan gap qiling. Men sizlarga oz yaxshilik qildimmi? Albatta bundan keyinmi umrvoyat. Yaxshilig'ingizni bilguchiligimiz bor, raqibga. Ko'rib turibsiz, a'loning salomatligi yaxshi emas. Qarang,
quruq ustixonlar bo'lib qoldi. Salomatligi yaxshi, dedi raqib Güzalayning so'zini bilib. Siz bilmagan bilan men bilaman. U kechisi sizni uxultib qo'yib maqola yozadi. Necha qitim kechisi soat 3:00larda a'loning ustida mükchib ishlayotganini ko'rdim. Yaqinda 2 parcha ilmiy maqola bitirdi. Qachonlarda yozdi bilamsiz? Güzalay menga gumon, og'irlish va hissashlik chiqib turgan ko'zlari bilan qaradi. U qarashdan meni oldingiz-a degan ma'noni tushunib yerga qaradim. Shuningdan keyin mening raqibga bo'lgan koni g'azablarim yana qo'zg'aldi. U teg'ichili mening ayolimning peydi ekan. Men buni bildim va bilgan kunimla Güzalayga maslahat soldim. Uy jabdug'ini setib bo'lsa-mu, uning pulini to'lab o'tayli, uningdan o'zimizni tortayli. Menga ishonmamsiz-a? Dedi u tamdak tortib. U nima qilsa-mu qilsin, men uningga ko'z qirimni solmayman. Uni sizning ilib-etgan tirnoqingizga tan qilmayman. Qarz bo'lgandan keyin tilimiz qisqa bo'ldi ekan emasmi? Qarzni to'laymiz, yo'lsizlik qilsa, qochishga yeydi. Men raqibga qapoq ochmaydigan bo'lib oldim. Lekin Güzalay yana uning akelgan sovg'alarini qabul qiladi. Uni tamoqqa tutib qoladi. Ba'zi ular uchi tansiga yoki kinoga birga ketishadi. Güzalayni ular akilib qo'yishadi. Ular ketgandan keyin Güzalay menga qo'tildaydi. Voy, kitoblaringizdan to'ydigu kishi. Raqibqammo sizchilik kitob o'qimayla o'siyotidi-ku, xizmati joyida, o'yin tamassim o'z yo'lida. Yana 3 yildan keyin menga o'yin kulga xo'shaqmaydigan bo'ladi. Shu chaqda kechichi ishlasangiz mayli deydim, lekin hozir qilgan ishim chechimdan to'la tursa, planlarim o'rindalmayotsa, biri sizning o'rinlamading deb ko'zingizga kirib oldimi? Vicdanım haydakchilik qilyotidi. Ichimda bir o't bor, jinim. Unda qadam uy tutmasangiz bo'lmaydimi? U ko'ziga yosh oldi. Men yana uni bezlashga yarim soat vaqt sarf qildim. Mening so'g'uq muallim raqibning yo'lini to'sqanchig'i uning qadami azaydi. Faqat mas bo'lib olsalar biznikiga keladi. Ba'zi kunlari karvatda yetib olib uxlab qoladi. Ba'zida bo'lsa yarim kechagacha mening bilan talash-tarish qiladi-da, xafa bo'lib ishni jaloqlatib yibib chiqib ketadi. U nima bahonalar bilan kelmasin, men uning ayolimni cho'rgilab yurganini o'puchiq bilib turman. Uningdan qutulish uchun biz Shinjonga berishga tayyorlik qildik. Mana endi mangimiz deb yurgan kunlarning birida meni kadrlar bo'limiga chaqirdi. Xo'sh, to'yning she'rin iyimi tugidi, dedi kadrlar bo'limining egiz bo'yliq ko'jangi ko'zimning ichiga qarab. Endi Gennanga berib 20 kun emga qilib keling. Kadrlar navbat bilan beryotidi. Emdiki navbat sizga. Sizlarning kafedordan duan javshu ikkinglar borsizlar. Men 9-oydan keyin borsam bu qandoq? U chaqda siz qilg'udek ish qilmaydi. Hozir Yangyuga to'pi yo'laysizlar. Men Shinjonga berishga tayyorlik qilib qo'ygan. 8-oyda bering. 9-oyning oxiri qaytib keling. Sizga e'tibor beraylik. Nemishqa bo'yni qattiqlik qilasiz? Dedi Güzalay ko'ziga yosh ilib. Mening xabarimni anglab xafa bo'lib, raqibqamga yolvuring. Uning qo'ldan keldi. Sizni emgakdan qoldira olmaydim. Men uning taklifini rad qilib dedim. Uningga yolvurmayman. Uning taptida terlanganimdan toshning kamirda to'nglab qolganim rahat. Bilamsiz, qirg'izlarning er kerak, erdak kerak, bo'rg'isi tutgan nardak kerak. Qo'rg'uying soyisida jon boqqucha bo'zlochin changilda o'lmak kerak degan dongli qo'shiq bor. 20 kun chidang. Danjov shumi borg'u, balki menga e'tibor qila. 20 kun degan nima? Ko'zni yumib ochqish to'shib ketadi. Majurining onasi bilan ayoliga taplab qo'yman. Sizga yordam qiladi. Bo'pti, berib kelay. Odilani ko'chirib aklib olman. Yo'q, unda qilmang. Raqibdan o'zingizni torting. Odila ko'chib kelsa, raqib bu uydan chiqmaydigan bo'lib oldi. 2 kundan keyin biz saharlab yo'lga chiqdik. Güzalay uydan xo'shlashib chiqqanimda ko'ziga yosh ilib turib, kalendarga har kuni birni sijayman. 20 siziq bo'lgan kuni kech kirgacha darvoza oldida shipangda yo'lingizga qarab o'tirman dedi. Men mang'arda kitoblarimdan bir nechini ilib olgan edim. Mana hozir chaqqan, tengilgan yuk taqilim ustida o'tirib, usti birizin bilan yepilgan qora mashinada ketyapman. Men tezroq qaytib kelishni taqozolik bilan orzu qilayotgan
Lanju shahri barğansari meningdan yiroqda qolmoqda. Yeşil çatqalliq to'pliklarga to'lmag'ash yo'llar bilan yamishib tushga yaqin sepil yenidagi 2 qavatlik oshxonada chivin bilan talishib tomoq yeyishayotgan, qahatchilik azobidan insoniy mehmon do'stligini bir chetga qarab qo'ygan odamlarni och holda ko'rib turish, ondan keyin o'mashdek quyuq iqini bilan qo'rqinchli to'lqin yasab, biz tushib olgan kemini janubiy qirg'oqqa ishtirayotgan Tavhid daryosiga qarab turish, tutash, lekin namrat yezlar, toshliq, unumsiz to'pliklar meningda nazu nazirkish hisni qo'zg'amadi. Xiyolim go'zalay bilan men ketgandan keyin u aynakka qarab uzoq xiyol surib o'ltirgandi. Tushda uningga tasalli bergili raqib bilan Odila kirgandi. Mening gumonxo'r ko'zlarimdan qutulgan raqib shahvatxo'r, xubsan ko'zlari bilan go'zallarga qong'ucha qarab olgandi. Balki o'z mardligi va do'stlik sadoqatini bildirish uchun ikki qizni ilib oliy oshxonalarga ilib borgandi. Mas bo'lib balki go'zalayni qo'ltiqlab olmagandi. Qarong'u tushganda Linsha shahrining peshtaxtliq sepildan kirib bordiqda odamiy shalon ko'chalardan aylanib o'tib 2 qavatlik mehmonxonaning oldiga kelib to'xtadik. Oqshimla men go'zalayga xat yozdim. Salom, mening qimmatligim. İştihayım teximi azaydı. Sizning qo'lingizda pishgan samslarni og'zimga selib qo'yman. Lekin hech narsa yegim kelmaydi. Men ko'rgan nohiyalarda va Munu oblast markazida qahatchilik bo'randek huvlab, bulung-bulunglarda qidirib yuriydi. Bu yerning maxsusla kandir teriladigan bir ko'chasidan o'tdik. Burnimga gupida kandir purq urildi. Ko'cha tuzilishi G'ulji shahrining Taxtiyun mahallasiga o'xshaydi. Lekin kandir purqi menga qum arshang yo'ladagi amallikni eslatdi. Yodingizda bormi? Men kichik vaqtimda mollamning qechib amallikda uxlab qolganimni sizga hikoya qilib berganda, siz menga hissashlik qilib yig'lab ketgandingiz. Bu yig'ingiz shunchalik tabiiy va samimiy edi. Men ko'zlaringiz orqali eqib chiqqan yurak suyingizni olqonlarim bilan surtgan. Bu ish Bangjuydov dam elish o'rnida bo'lgan edi. Mana bugun bu sizning uchun unchalik yoshlar mo'ldirlab turgan ashu umoq ko'zlaringiz oldimdan zodi ketmaydi. Qachon ko'rishimiz? Men uchun notonish va sirliq bo'lgan Zangzu yayliqida nimalarga uchrarman? Men noiti ko'ngilsiz va beorom bo'lib ketib borman. Mashinadagilardan biri, bilamsizlar, 2 xil odamlar ketyapmiz. Birlari qizil, birlari qorilar. Balkim qizillar 20 kunda qaytar, lekin qorilar 3 yilsiz qaytmoqdek, dedi. Navoda men shu qorilar qatorida bo'lib qolsam-chu, men har xil ehtimollarni o'ylayapman. Danjo shumi mening gumonimga qo'shildi. Chunki kelguchilarning bir qismiga qishliq kiyim olg'izgan, bir qismiga olg'izmagan. O'zingiz bilasiz, kadrlar bo'limining odami menga tuyuqsiz so'g'uq bo'ldi, paxtliq chapan, o'tik quloq chalg'in deb alayda topildi. Sizmi meni oyab bu narsalarni olg'izdingiz? Danjo shuning aytishicha, tarixiy masalasi borlarning hammasiga shundoq uqtiribdi. Yoshlar ittifoqi a'zolari bilan partiya a'zolariga gapmi qolmabdi. Yolg'iz malla masalasi borlar qatorida qurollanibdiman. Bu ish meni gumonga selyotdi. Sizning qayta-qaytalab tilaydiganim raqibdan o'zingizni torting. Kelar oylik maoshimdan 20 so'mni bankka qo'ying. Qo'lingizga 35 so'mdek tegidi. Menga 15 so'm avvatsingiz yetadi. Qolgan 20 so'mni o'z maoshingizga qo'shib, o'zingizni kutishga sarf qiling. Hargizmi raqibning so'g'ilariga talmirmang. Xatni atsi Shixa noyisida qo'nganda yana davomlashtirdim. Shahi noyisi Shahi daryosining bo'yida o'ng taraf Jaynak cho'qqilik tog', so'l taraf Beyinlangu daryo. Bu yer munda qarmoqqa Mongol guraning ko'ksi bo'yiga o'xshaydi. Lekin qorliq cho'qqilar bilan buk qarg'aylar yo'q. Yana bir qarasa, G'ulji shahrining yenidagi jirg'ilanga o'xshaydi. Lekin bu yerning tog'lari egiz, daryosi kichik. 2 qavatlik mehmonxonaning uylari qarmoqqa G'uljidagi Hofiz hojining sariga o'xshaydi. Lekin bu yerda samor va vaqirab turgan montipazlarning ovozi yo'q. Yana bir qarmoqqa Tianjinning Qalaymaqon bozoridagi Nanshi mehmonxonasiga o'xshaydi. Lekin uningdek hashamatlik emas. Nemishqa ko'ksu
bo'yi Hafız Hacıning sarayini eslatman. Chunki sizning u yerlarda yurganligingiz mening esimda. Siz u yerlar to'g'risida qiziq hikoyalarni aytgandingiz. Nanshi mehmonxonasida bo'lsa, biz bir kunni billa ko'ngillik o'tkazgan. Yo'l bo'yi ko'rganlarim ichida ikkimizga munosabatli narsalar mening diqqatimni qo'zg'amoqda. Bizga munosabatsiz narsalar xuddi ma'nisiz xiyoldak esimdan tezla ko'tarilmoqda. Masalan, 3000 lama yashaydigan Labluk butxonasi bu yerga eng katta o'rin bo'lsa-mu, uning tosh bilan qo'pirilgan haybatli qo'riqi, qo'ram toshlardan yasalgan 2-3 qavatlik surinrang binolari, uzun qo'ng'ir chapallarga yuginib olgan, beshi pokiz qirilgan, chiroyi surlik lamalar mening hech diqqatimni qo'zg'ay olmadi. Demak, bu ahvoldan mening siznila o'ylaydiganligimni, sizga shunchalik jiq vaqtimni sarf qilib bilsangiz bo'ladi. Tilkim yana shu birla. Kecha kunduz menila o'ylang. Meni andishiga soldigan ishlardan o'zingizni torting. Atsi yeshil to'pliklar orasida shimolga qarab uzoq mangdiq. Bir-biriga tutashgan pakar chatqallar bilan cho'mkilib ketgan to'pliklar xuddi qo'ldan qo'lga o'tayotgan bir xil tavuzak oldimdan tez va takror o'tmoqda. Nagan-naganda tam uylar yoki kigiz uylar uchraydi-da, u uylardan yalang'och, budur chochlari chigishilib ketgan bolalar uzun chopinning bir yengini sapmay sangiltib, oldi tarafini o'chib qo'yishgan ayollar yugurishib chiqib, Gannan yayliqining ochiq shamolda qaradigan yuzlarini purishtirib, tushuniksiz tillar bilan vaqirishadi. Ularning dihmoq, yungluq itlari xuddi mashinani bo'g'itadigandak asabiylik bilan mashinaga eslab havshiydi. Yayliqning kulrang qo'ng'ir to'pisiga obdan moslashib, tushdan keyin Ganja yayliqiga yetib keldik va bizning chorvachilik maydonimiz joylashgan Koni butxona oldida to'xtadik. Men shoferdan so'radim: "Qachon qaytasiz?" "Ata yoki bugun." "Xetim bor, olg'ash ketamsiz?" "Bo'ladi." Men xetimni mundaq oxirlashtirdim. Qarang'u, to'rislari islashgan Koni butxonaning kun nuri tushmaydigan bulungidan menga o'rin tegdi. Ostiga yumshoq ko'ktatlarni selib, qaramtul xish ustiga o'rin selib oldim. Kelgan kunimizla to'pilikka chiqib, Yangyo va to'pi yo'lash kirishdik. Birinchi kuni ko'ngillik bo'ldi. Chunki hamma narsa menga yangi. Yopishi yaylaqmu, qo'ychi qizchaqning yeshil qirg'oqda turib, tayiqini piqirtib suzib, vaqirab naqsh etishimi. Atrofdagi qalaymaqan ko'rimsiz uylardan chiqishgan yerim yalang'och ayollarning bizga olib qarab, meshki yomon degan ma'noda deyishlarmi, qo'tazlarning yungluq quyruqlarini tik qilishib, o'qruqliq qichishlari janubdagi sutrang yupqa tuman orasida qaramtul yeshil ko'ringan tog'ning yomg'iridan keyingi chiroy ichishimi, hatto tuvanda osta oqadigan tiniq suvdigar ushshaq beliqlarning odamning putini aymanmasdan tishlab beqishimi, hammasi yangi. Lekin soat 7dan o'tish bilan butxonaning qizil darvozasi etildi. Panaq, Chishang, Hijayqaq, Changjang kulib turib mundaq dedi: "Bu yerlar xotirjam emas. To'plan yengli tinchitildi. Tog'larda ularning qoldiq kuchlari bor. Atganligi sahar turimiz, ammo baldur yonimiz. 10 soat uxlashqimi ruxsat." Bir tal sham tezli kuyib bo'ldi. Dimlangan qozondek qorong'ulik ichida to'pto'ra 12 soatni xiyol va chala uyqu bilan o'tkazdim. Kitob o'qishga bo'lsa-ku kashki, xiyolimni bir bayliq, bir kitob. Lekin menga o'xshash kitob, tahlil, fikr va muhabbat bilan kun o'tkazgan odam uchun bu bir azob. Bilmadim, bu azob qachongacha davom qiladi ekan tang. Atganligi ko'pchilik suizangba, zangzu tamaqi bilan qizalandi. Bu arpa talqinni seriqmay bilan ko'malash qilib yeydigan tamoq ekan. Menmi eg'iz tegdim, lekin osh qursoqqa la emgak qilishga mangdim. Osh vaqti bilan so'g'udan bir chini qetiq elib ichib edim. Changjaq naroz bo'ldi. "Isming nima?" "A'la." "A'la. Til adabiyot fakultetidan-ku, ha? Sen yaxshi ishla. Bu yer ideya o'zgartishga noit foydali. Kitob o'qishga sharoit yo'q deb varang-churung qilgan sen-ku, kitobni qaytib berib o'qib. Bu yerda ikkili ish bor. Biri emgak, biri uxlash. Yomg'ir yoqqan kunlari siyosiy o'kinish bo'ladi. Ya turmush yig'ini o'tkazildi.
tanqid va o'z-o'zini tanqid zo'rur tepilganda kurash bepan yig'ildirma bo'ladi. Qandaq yaxshimikan? Kitob o'qishga sharoit bo'lmasa, qandaq sizga yaxshi bo'ladi? Uning chiroyi purishdi. Yaxshi emasmi? Amsa. Yaxshi emas. 12 soatdan qorong'u butxonda xiyol bilan o'tkazish yaxshimidi? Amsa. Men kitobsiz bir kunni ko'ngillik yashay olmayman. Emgak qilmay tayyor nonni yeb 100 yil yashashqimi tayyorg'u deyman. Xiyol bilan deginni, sening nimani xiyol qildig'ingni meni bilmaydi demsan, Şinjandagi sheriklaringmi qorong'u uyda yetib, senga o'xshash xiyol bilan kunlarni o'tkazib o'tdim. Men uning qo'pol va bema'ni gaplariga chidamadim. Sen to'lib aloqlama. Men sening chorva maydoningda o'tlayotgan qo'tac emasman. Bilib qo'y. Menmi emgakchi xalqqa ma'naviy boylik yaratish uchun kecha-kunduz boshqa turayotgan emgakchiman. Mening qaysi sheriklarimni bilading? Sakrama, dedi u menga qo'llarini shiltib. Seni va sening pavutuflaringni allaqachon bilib bo'lganman. Kelar kelmayla, unisi yomon, bunisi yomon deysina, yomonni endi ko'rsan teg'i. Mang, yugur, berib emgak qil, vaqt uzun. Sening bilan ozoda so'zlashib olamiz teg'i. Jinim go'zalay, meni payja va ko'ngilsizlik kutib turayotgan o'xshaydi. Danjavshiga bu ahvolni devidim, danjavshu. Biz surgun qilinganlar o'xshaymiz. Savutuvqa sizni kim chatadi? Albatta raqib. Siz uningga savutib to'g'risida aytganmi? Ha, undaq bo'lsa tushunishlik. Kadrlar bo'limi heliqi gov fushijimu bu materialdan xabardor. U materialda jazmanki sizning savutib bilan siyosiy aloqangiz borligini isbotlagan. Hozir bu ish tekshirilayotgan bo'lishi mumkin, lekin sizni ayblaydi, qoralay olmaydi. Chunki sizning qalbingiz saf, partiyaga odil. Biz shuningga ishonsak bo'ladi, dedi. Shundaq. Buningda shubha yo'q, dedim men ishonch bilan. Go'zalay jinim, ruhsizlanmang. Bildingizmi? Endi masala tushunishlik. Menga g'ayrat, sabr, taqat va salomatlik tilang. Sizning ko'zlaringizni qizg'in suyib, a'la. 1961-yili 7-oyning 21-kuni. Men endi o'zimning nima uchun kelganimni tushundim. Shunga yangicha turmushga odatlanishning qiyin sharoitimi, ko'ngillik, g'oyalik yashashning yo'llarini izlamoqdaman. Men hozir kamso'z, xiyolchan, yomg'irdan keyingi suzuk havoda butxona orqasidagi to'pilikka chiqib, maxmaldek yumshoq cho'p ustida yonboshlab yetib, chiv-chiv qilib ko'tarilayotgan to'rg'ayga, tog' bag'rida qanotini suzib uchib yurgan burkutga, yoyloqning yeshil bag'ridagi oq qo'ylarga o'zini taqlid qilib, u yer bu yerga to'plashgan paxtadek oppoq bulutlarga qarab xiyol suraman. Xiyolimda kelgusi go'zal hayot bilan quchoqlashaman. O'zimning xalqqa beradigan mevamning shirnisini tomoshlab uzoqcha yotaman va oxir yeniklab xushxuy naqsham bilan o'rnimdan turaman. Chunki Uyg'ur naqsi g'amlik yigitlarning sirdishi. U o'zining onalik mehri bilan sana tasalli va kuch beradi.